Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalık doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema boshning tang bo'lishi. Boshning tang bo'lishi. Kunda yetib yurgan o'rningiz, kunda qo'yib yurgan yostiqingiz bo'lganiga qaramay, ba'zida atganligi o'rningizdan o'zingizni og'ir his qilib tursiz. Uning ustiga beshingiz zingildab og'riydi. Sal harakat qilsangiz, beshingizning ichida bir yer sanjigandek qiladi. Hatto ko'nglingiz ilishishi mumkin. Ya haroq ichkinim yo'q. Bu nemishqa shundoq deb ajablanasiz. Dunyoda sababsiz hech narsa yo'q. Odam kundagi o'rnida, kundagi yostiqida yotsimi, boshning og'rishi shaxsan mening ko'zatishimcha odamning jismoniy charchaganligidan kelib chiqadi. Jismoniy harg'an odam ishdan kelib, oqshimi o'zini tashlab etadi. Hatto beshining yostiqdan tushib ketganini yoki yostiqdan sangilab qolganini uqmaydi. Yumshoq yostiqda yetib, normal uxlab yurgan odam yuqoridagi ahvolga qolganda beshi qaysi yoqqa tushib ketgan bo'lsa, shu tarafga saqiydi. Og'riqmi shu tarafda sezildi. Yoki normal yetib o'rgangan odam yetib qopishda sal o'zgarish yuz bersa, bosh og'rig'ini cho'qim his qiladi. Buni kundalik turmushda o'zingizmi sinab ko'rishingiz mumkin. Bo'lmasa, yip bilan bog'lab qo'yganga bosh osonla saqayib ketmaydi. Bu og'riqning kelib chiqishini menga momam Maryamxonmi odamning qattiq herib ketganligidan deb tushuntiradi va bosh tanglash usulini o'rgatib qo'ygan edi. Uning uchun qoida bo'yicha odamning beshiga bemalol yetgudak cho'kutumligida yip ilinib, o'ttirsidan chegiladi. Bir qo'lingizda shu tugishni, yana bir qo'lingizda yipning ikki uchini ching tutib, bemorning beshini 4 tarafga o'lchang. Mabodo bosh tang bo'lib qolgan bo'lsa, yipini chiqarganda boshning saqıgan tarafi bilinadi. Ya'ni shu tarafdagi yip sangilab qoladi. Shuningdan keyin bemorning beshini ikki olqiningiz bilan tutib, u yoq, bu yoqqa eg'iting. Ondan boshqa bir qo'lingizni musht qilib tugib qo'ying va ikkinchi qo'lingiz bilan mushtni asta bir necha qitim ursangiz, tang bo'lib qolgan taraf zingildab og'riydi. Shuningdan keyin bemorning beshini yana ikki olqiningiz orasiga elib, u yoqdan bu yoqqa silking va peshonasidan chimdab uzing. Ikki quloqdan yuqori ko'tarib torting. Oxirida beshini tanglagan yip bilan tortib, ching qilib bog'lang. Shuningdan keyin tuz yerga 5 minut o'ngdisida yotadi. 5 minutdan oshiq bo'lsa, boshning qaytadan og'rib ketishi ehtimol. Keyin bemor odatdagi o'z o'rniga chiqib, aram oladi. İmkoniyat bo'lsa, birer soat ko'zni ilib olsa, texmi yaxshi. Ba'zilarning buni yozmasa nima bo'ladi? Chunki hamma odam biladigan ish-ku deyishi mumkin. Biroq bu usulni tuxum chekish bilan chatashtiradigan yo'ldoshlarmi bor ekan aramizda texi. Hayot texi shu oddiy usulni bilmay, analgin, sitramona va boshqa ximiyaviy dorilarni ishlatishga aldiraydigan yo'ldoshlarmi ko'p ekan. Ximiyaviy dorilarning bir yerga davo bo'lgani bilan ikkinchi yerga aksicha ta'sir qiladiganligi hozir ko'pchilikka ma'lum. Shunga dori bilan organizmni zaharlamay, bosh og'riganda shu oddiy usulni qo'llanish lozim. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.